imtihonda ko'pchilik adashtirilayotgan ikkita savolni ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Birinchi savol. Qaysi avtomobil haydovchisi qoidani buzmay harakatlanmoqda deyapti. Rasmga e'tibor beramiz. Xo'p, birinchi rasmda ko'rib turganinglardek A polasa va unga kirib chiqish uzuq-uzuqchiq bilan ajratilgan boshlanishi. Shuning uchun birinchi rasm to'g'ri harakatlanyapti. Ya'ni A polasaga kirib, keyin ikkinchi tasmaga chiqyapti. Ikkinchi rasmda ham e'tibor bersanglar rasmga uzuq-uzuqchiq bilan boshlanishi ajratilgan. Bu ham A polasiga kirib, keyin ikkinchi polasaga o'tish kerak edi. Bu xato qilyapti va chapdagisi to'g'ri qilyapti va bunda to'g'ri atvet chapdagi rasmda degani to'g'ri bo'ladi. Endi xuddi shunga o'xshagan ikkinchi savolimiz bor. Savol o'sha rasm sal boshqacha. Iltimos qilamiz, rasmga e'tibor beringlar. Birinchi chapdagi rasmda o'sha holat, ya'ni uzuq-uzuq bilan ajratilgan, bu to'g'ri qilyapti. Ikkinchisida ham e'tibor bersanglar, boyagi birinchi rasmda bo'lgan holatdagi uzuq-uzuq yo'q. Shuning uchun ikkinchisida ham to'g'ri, ya'ni bunda ikkala rasmda ham to'g'ri harakat qilishyapti. Birinchi rasmda bo'lsa faqat chapdagi rasmda edi. Ikkinchi savolda esingizda bo'lsa, har doim uzuq-uzuq yo'q bo'lsa, ikkala rasmda ham to'g'ri harakatlanishayotgan bo'ladi. Bu videoni prava olmoqchi bo'lgan tanishingizga yuborib qo'ying.